yoshli bemorimiz Termiz shahridan kelganlar, bo'yinda, belda, qovurg'a osti og'riqlar bilan kelgan edilar. 3 kunlik muolajadan keyin o'z fikrlari bilan bo'lishmoqchilar. Men 3-chi kun bugunga davolanayotgan, qancha klinikalarga bordim. Hech qaysi bir klinika qanday tashxis qo'ya olmadi. Faqat dorilar bilan davolandim, lekin hech foydasi bo'lmadi. Bo'lmagandan keyin bu yerda eshitib, kelganimda mana bu 3-chi kun haqiqatdan doktor o'sha to'g'ri diagnoz qo'ydi. Sal vaqt talab qiladi dedi, lekin avvalgi holatga kelgandan keyin Uzoqda kelib, lecheniya olganingizga arzidimi, mamnunmisiz? Yo'q, uzoqdan kelganim uchun bu yerda o'zim izlab topib keldim, lekin hech anavi emasman. Norozi emasman, juda yaxshi. Og'riqlaringiz yo'q. Og'riqlar passaydi, juda passaydi. Ham bo'yinlarimda bir og'riq qoldi deyarli. Endi nasib bo'lsa, ikkinchi kursga kelmoqchiman. Xudo xolisa. Kimda shunaqa muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, belda, oyoqda, boshda, qo'lda og'riq qilib o'tgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Kommentariyaga plus belgisini qoldirasizlar. Like bilan podpiska esdan chiqmasin.